ishtirokchilari har doimgidek 3 tajribasi asosida uchrashuv o'tkazib kelamiz. Har bir to'rlar bilan bizda bor kredit produktlari bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Keyin kredit olishda sizlarda qanaqa muammolar bor shuni o'rganamiz. Sizlarda bor muammolarni aytib o'tib, yechim yuzasidan gaplashib o'tamiz. Bizda har doimgidek yoshlarga ajratiladigan kreditlarimiz bor. 312-son qarorga asosan ajratiladigan kreditlarimiz bor. Yuridik shaxslarimizda bundan tashqari Express aylanma, Express avto, keyin Express kreditlarimiz bor. Bular bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Keyin sizlarda qanaqa savollar bo'lsa, savollaringizni o'rganib chiqib, shu yuzasidan yana maslahatlashib, yechim yuzasidan gaplashamiz. Bizga bugungi kunda Agrobankimizga 6 ta mahalla biriktirilgan. 6 ta mahalladan Guliston, To'qiztepa, Ko'kcha, Zafarobod, Karakata, Yangig'ozon mahallalari. Mana bu mahallada ishlash bo'yicha mahalla bankirlarimiz biriktirilgan. Har bitta mahallaga mahalla agentlari bor. Joyida o'sha bankka kelmasdan turib, hujjatlaringizni qabul qilib, shu yuzasidan kredit olish ehtiyojlaringizni o'rganib, kreditlaringizni o'sha joyiga o'rganib berish bermasligini aytib o'tadi. Sizlarga boshlasam 312 bo'yicha qaror bo'yicha qisqacha ma'lumot beraman. 7 yil muddatga 3 yilgacha imtiyozlar bilan beriladi 20% dan. Xizmat ko'rsatish, chorvachilik yo'nalishlarida 1 va 5 dan ortiq ishni yaratish maqsad yaratiladi. Bu loyiha amalga oshiradi. 100 million so'mgacha kompaniya kafilligi asosida 100 milliondan 300 million so'mgacha bo'lgan qismiga ko'chma suv garov ta'minoti taqdim etiladi. Korxona faoliyati 1 yildan ziyod faoliyat yuritgan korxonaga ajratiladi. Korxona rahbari ayol kishi bo'lsa, xotin-qizlarimizdan bo'lsa 18% dan 2% pasaytirilgan narxda